Bitta stomatolog oyiga 10 million so'mni topadi, lekin yana bitta stomatolog esa oyiga 100 million topadi. Farqi nimada? Gap shundaki, hamma stomatologlar bir xil yo'nalishda ishlamaydi. Terapevtik stomatolog kariyesni davolaydi, plomba qo'yadi va kanalni tozalaydi. Ishi doim bo'ladi, lekin daromadi boshqa yo'nalishlarga qaraganda odatda pastroq. Ortodont, brekit va kapalar bilan tishlarni to'g'rilaydi. Bitta bemor bilan bir necha oy, hattoki 2 yilgacha ishlaydi. Shu sababli daromadi juda yaxshi. Ortoped stomatolog koronka, ko'prik va protezlar tayyorlaydi. Ayniqsa implant ustiga koronka qo'yish xizmatlari juda yaxshi daromad keltiradi. Jarroh stomatolog murakkab tish sug'urish, aql tish operatsiyalar va boshqa jarrohlik amaliyotlarini bajaradi. Tajriba oshgan sari daromad ham sezilarli ortadi. Implantolog yo'qotilgan tishlarni implant bilan tiklaydi. Bu stomatologiyada eng qimmat xizmatlardan biri. Tajribali implantologlar odatda eng yuqori daromad qiladigan mutaxassislar qatoriga kiradi. Xulosa shuki, agar siz yuqori daromad istasangiz, xirurgiya va ortopediya eng kuchli yo'nalishlar hisoblanadi. Lekin eng katta pulni mahorat, tajriba va mijozlaringiz olib keladi. Ana endi tanlov o'z qo'lingizda. Qo'qon universiteti Andijon filiali 2026-2027 o'quv yillarimiz uchun qabullarimiz davom etmoqda. Shoshiling va o'z mahoratingiz bilan eng talab yuqori mutaxassisga aylaning.